Kim udar ursa pul mukofoti bor. Puli sportsmen ekan, qaranglar, so'mkaligidan bilib qoldi. Mana 100% mendan udar urishadi lekin. Papirovka. Chigil yozdi udar bo'ldi-yu bu. Qani? O'rtasiga. Qani? Sakrab turib. Ana bu udar bo'ladi. Zo'r. Yaxshi odamlarga imkoniyat berish kerak. Keling, qani? Yana bitta. Ikkinchi imkoniyat. Qani? Ana endi bu 900 bo'ldi shekilli. Yana qatlaga borib qanaqa o'yin o'ynaydi? Yusuf Savdogar kanaliga obuna bo'linglar. Siz 300 va hab bo'lish yo'q endi. 2 marta imkoniyat berdi. Bitta son. 10. 20 dollar yo'q joydan Yusuf Savdogarga obuna bo'lib qo'yasizlar bolalar. Charchamanglar, sport bilan shug'ullaninglar. 100 dollar YouTube bor. Turnik qilamiz, ikkalamiz, mayli uchalamiz turnik qilamiz. Kim ko'p turnik qilsa 100 dollar YouTube bor. Don o'zi kim boshlashga? Don Ziki. Men birinchi boshlayman. Anchadan beri qilmayotgandim. Okean egallari. 8 ta qildim. 8 tadan oshirsalar bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'ldimi? 10 ta bo'ldi. Gap yo'q. Bratan, ismingiz nima aka? Erkin aka. Erkin aka, qashib turasizmi o'zi? Yo'q, Labzey tarafda aka. Bilaman aka. 100% halol tekshirib oling. Bo'ldi aka. Savdogar kanaliga kim ishonmas? Yutib oldim deb yozib qo'yasiz ham. Ovuni qo'yamiz aka. Aka, bugun sizniki berganiga yaxshi. Charchab. Rahmat aka. Nima o'yin o'ynaylar yana? Kommentariyaga yozinglar. Xatga boringlar. 100 dollar mashina kim poylasa? Don Ziki. Halol bo'ldimi? Akrom, halol bo'ldimi? Anaqa montaj unaqa bo'lmadimi? Halol bo'ldimi? O'zim yutdimmi? Ha. Sekin tepish kerak ekanda. Mana shunaqa narsalar bo'lsa, esingizcha sekin tepsanglar der ekan. Endi qanaqa o'yin o'ynaylar? Qatlaga boringlar, necha pul tikilo etsanglar, xudo xolasa mana shunaqa qiziqarli narsalar o'tkazish menga yoqdi. 100 dollar kim eng ko'proq ichsa? Bizni qidirgan Ramyon mana Kazinkada ham yo'q ekan. Mana eng achchiq ekan, Shin Ramyon. Achchiqroq qilish uchun yanada bilan olamiz. Bu achchiqroq qiladi yanada. Men o'zim boshlab beraman. Bu achchiqroq bo'ldi lekin. Voy! Endi sezildi. Ya, suv yomonmi? Achchiq. Kim oxirgacha yeyishmas, kim ko'proq yeyish 100 dollar oladi. Kontentni deb bo'lib ketamiz menda. Meniki yomon bo'ldi hozir. Meni ham yeb bo'lmayapti. Sog'liq. Telab ketdim bora. Men ham tamom bo'ldim. Xo'sh. Men chiqdim lekin tamom. Bitta mashinadan bitta tortadi. Hozir bitta ozgina qoldi. Oxirgi joyiga cho'kkan bo'ladi achchig'i. Ha. Umarni ko'rib sanikini? Ha, bo'ldi menimcha. Voy, bitta tort. Bo'ldi. Bularning shartlari sizniki turnik qilishi, meniki ajibana qilish. Hop, kim yutsa mana mashinadan 2 marta tortadi. Ajibanaga ham kuch qolsin, ajibanaga. Yutdilar. Chempion aka, hop, 1 dan 70 gacha bo'lgan bitta son etsangiz, mana shu bittasini hozir tortamiz. 7. Shuni saningchi? Men shutaman. 1. Siz bo'lar ekan, bor 50 ekan bu mana 10. Mayli, hozir yana bitta. Nechta bo'ldi? Men sanamadim. 50 ta bo'ldimi? Bo'ldi, bratan, son ayting. Xo'p. Voy 7 bo'ldi. Son ayting. Men chapkashtirdim yana. 16. Sanang. 16, 50. Yaxshi. Nechta o'tib ketdi? Umumiy 60 bo'ldi o'shanda. Gap yo'q lekin sportsmen aka. Keyingi safar nima o'yin qilinglar? Kommentariyada yozinglar. Qatlaga boringlar. Men har bitta borgan zakazimdan keyin qilish niyatim bor.